do'stlar, Alloh beraman desa hech gap emas. Mana bu videoni bitta ko'ring. Bitta tabriklaylar. Hozir yana bitta joyimizni ko'rsatib, sizda arenda deb bek. Xudo xolasa shu ice yozuvi bilan yana boshqatdan video qo'yaman, ko'rib turinglar. Xuddi o'sha joy. Lekin bo'yaq mashina yo'q, to'g'ri. Bu o'zimning mashinam. Eski tulpordan qo'ymasin degan holda mana shu qoldi. Lekin bitta narsani ko'ringlar hozir. Qaranglar, men sizlarga keyin yana bitta narsani o'rgataman. Har doim duo qiling, Allohdan har doim so'rang, keyin o'zingizda bor deb tasavvur qiling har doim. O'sha narsa siznikidek tasavvur qiling, o'shanda o'sha narsaga erishasiz. Qarang, hozir men mana shu joyda meniki bo'lishini orzu qilganman, xuddi shu joyda menga joy bo'lishini orzu qilganman. Hozir o'sha joy, qaranglar, bahorda boshida martda video qo'ydim. Ko'rgan bo'lsangiz, o'sha videoni qo'ydim. Endi qaranglar hozir. O'sha mana nima bo'lib ketgan hozir? O'sha gullar o'sib ketgan, qaranglar. Shu ice. Mana qaranglar, mana shu joy o'shanda arenda yozuvi bilan turardi. Hozir shu ice yozuvi bilan. Ko'ryapsizlar? Har doim duo qiling, Allohdan so'rang. Bo'ladi. Ishoning bo'ladi. Men bitta narsani yana orzu qildim o'zi. Bahorda oxirigacha 10 ta joyim bo'lishini orzu qildim. Lekin hozir 6 ta bo'ldi. Lekin Xudoga shukr. Shukr qilaman har doim qaranglar. Shu ice o'sha joyda mana turibdi. Qolamiz kelinglar ham, xullas nomer 1 desertlar, nomer 1 marojnilar, koreyskiy atmosferani his qilmoqchi bo'lganlar kelinglar. Siz ham har doim duo qiling. Bu videoda har doim noliydigan do'stlaringga ham jo'natib qo'ying, nolimasin, Xudodan so'rasin, Xudoga shukr qilsin, har doim beradi Alloh. Harakatingizga qarab beradi.